Assalomu alaykum. Lava guruhimiz a'zolari navbatdagi Best Fire 30 kilovatli Wi-Fi miyakat yo'limizda Namangan Parda Tursunga yetkazib berdik. Mana baliq qor ekancha. Xudo xolasa bu kat yo'limizni montaj qilib bir yo'l ustunovka qilyapmiz. Mana shu polni xonadonlarini montaj qilib isitib berishga xudo xolasa kelishganmiz. Kat yo'lxonasini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Ish jarayonlari ketyapti, xudo xolasa. Hop. Kat yo'lxonamiz chetga polni montaj ishlari ketyapti. Topli pol batareya bo'lgan bu uyimiz. Bu taraf polni topli polga montaj qilindi, bu taraf batareya bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Kat yo'lda o'zi kerak bo'lsa ham, montaj ishlari bilan kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar.